Qizlar, hozir sizlarga nasagubkaga qarshi har kun bajaradigan, o'zim natijasini olgan massaj va mashqlarni ko'rsataman. Siz ham albatta bu mashqlarni bajarib ko'ring. Burunni yonidagi mushaklarni bo'shashtiramiz, chunki shu yerning spazmi nasagubkaga sababchi bo'ladi. Demak, bo'shatamiz va mana shu qismdagi siqilib qolgan, spazmga kirib qolgan mushaklarni cho'zamiz. Ya'ni labimizni deb ichkariga tortamiz. Qanchalik ko'proq tortsangiz, shunchalik yaxshi. Qo'rqmang, teringiz cho'zilib qolmaydi. Endi shu holatda kulishga harakat qiling. Mana bu qismda joylashgan mushaklarni tonusga keltirish kerak, ya'ni osilib qolishini oldini olish uchun. Demak, boshladik. o'n marta bajaramiz. Va oxirida o deb ochib massaj qilamiz. Ko'rsatgan mashq massajlarimni har kun bajaring va har doim sog'lom va go'zal bo'ling.